Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Akmal Norqobilov, Sho'rchi tumanidanman. Hurmatli vatandoshlar, xalqaro hamjamiyatda bo'layotgan gaplardan bir-ikki shingil gapiramiz, keyin pensiya ham gapiramiz, ijtimoiy ta'minot bo'yicha ham gapiramiz. Hurmatli vatandoshlar, Amerikaning Suruv direktori Moskvaga kelib ketdi. U Bejizga kelmagan bo'lsa kerak. Putinga aytgan, endi dunyoda o'zi birorta do'sting ham qolmadi. Sen tufayli biz Yevropa bilan ham aloqamiz sal buzilib qoldi. Seni sal qo'llaymiz dedik. Degan bo'lsa kerak. Birorta o'zi do'sting qolmadi o'zi. Degan bo'lsa kerak. Chunki deganda Trumpning ma'muriyati Trumpda endi respublikachilardan qo'yilgan-ku, endi respublikachi partiya, ikkita partiya bor Amerikada. O'zi bu yog'i bo'lsa sinib boshlagan bo'lsa kerak Amerikada, u aniq. Chunki deganda Amerikada butun razvedka, ichki razvedka, tashqi razvedka, analitik razvedkalarda ishlaganlar Trumpning olib borayotgan siyosatini juda qattiq qoralayotibdi. Buning o'zi respublikachilar partiyasiga katta ta'siri bor. U aniq. U aniq. Mana New York shahriga mer bo'lib musulmon yigit bo'ldi. Endi kongressga musulmonlardan mana kelib chiqishi Misrlik, asli Misrlik, lekin amerikalik nomzodni o'tib boryapti. Demokratlar tomonidan qo'yilgan. Demokratlar tomonidan qo'yilganlar sekin-sekin o'tib boryapti. Bu endi Amerikaning o'zining ichki anosida bo'lyapti. Demak, Trumpning ichiga katta qurt tushdi. Chunki deganda endi tasavvur qiling. U yerda ikkitagina partiya tortishadi. Amerikani xalqini boshqarish uchun. Konstitutsiya qonunga rioya qilgan holda. Shundan kelib chiqdiki, o'sha sen tufayli shu rasvo bo'ldik degan bo'lsa kerak. Seni o'zi bir do'sting ham qolmadi, hech kiming qolmadi. O'zi bir atrofingda odam ham qolmadi o'zi. Hamma sendan nolyapti degan, menimcha shunday bo'lgan bo'lsa kerak. Endi chunki deganda Trumpning o'ziga rasvosi chiqdi. Endi Trumpga Putin ko'p ishonyapti. Putinning nayranga Trump ham o'ynadi. Rasvosi chiqib qoldi. Bu deganim, Trumpning oldiga chov boradiganlar ko'zingni ochib qo'y. Yaxshilab ochib olinglar. O'zi Trumpning ham quloqini sindi. Putindagi quloqi singan. Trumpning ham quloqi sindi. Amerika jamiyatining ham jamiyatining ichida. Chunki deganda Amerika, ular demokrat odamlar, muxolifat kayfiyatidagi odamlar. Ular hammasi qonunga bo'ysunadi. Biznikiga o'xshagan emas. Qonunda itarib qo'yadiganlardan emas. Ular qonunga itoat qiladi. Mana Janubiy Koreya ham qonunga itoat qiladi. Korrupsiyaga aloqasi bo'lgan prezidentlar to'ppa-to'g'ri qamoqxonaga reshitdan ortiga ketyapti. Sud bo'lyapti, qamallayapti. Hali ana qilgan nima deydi? Favqulodda holat e'lon qilgan prezidenti otish hukmini so'rayapti suddan. Mana ko'ryapsiz mana. Konstitutsiya qonun ishlaydi. Muxolifat kayfiyatida odamlar. Bizda O'zbekistondachi? Bizda O'zbekiston xalqi qo'rqoq kayfiyatida. Qo'rqoqligimiz uchun konstitutsiya qonun ishlamaydi. Qonun ustuvorligi yo'q. Bilgan
po'xxurligini qo'yotibdi prokurorlar. Sudyalar ham bilgan po'xxurligini qo'yotibdi. Konstitutsiya qonun ishlamaydi. Qonun ishlasin qani? Qaysinisi burilar ekan? Qaysinisi? Na tergovchisi buriladi, na hech kim burilmay qoladi. Hamma qonunga bo'ysunadi. Qonun yo'qda, qonun bor O'zbekistonda. Lekin amalda yo'q. Amalda bo'lish uchun nima bo'lish kerak? Muxolifat kayfiyatidagi odamlar ko'payishi kerak. Muxolifatchi siyosiy partiya ochilish kerak. Bu 5 ta siyosiy partiya endi rasvo qildi hamma tarafda. Mana sizlarga oddagina misol ki dunyoda bo'layotgan voqealarni nimaga uchun gapiryapmiz? Mana kecha chiqish qilganimda Suriyaning bosh imom xatibini umrbod qamoq jazosiga qamadi. Nima uchun qamadi? Bashar Asadning davrida onun haqiga duo qilganda bosh imom xatib duo qilgan, butun Suriyadagi masjid imomlari ham turib olib qiblaxonimiz, jerdagi soyamiz, podshoyi olamiz deb duoni qilaverdi. Oxirida nima qildi? Bashar Asad bir dunyo 2 million odamni qirg'in qilib Mana qonun ishlaganda, Bashar Asad odamlarga teginmaganda, molla to'g'ri ishlaganda, imom xatib, men Alloh uchun xizmat qilaman, men payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam deb men uning etagini ushlaganman, men sening uchun ishlamayman deganda hamma narsa joyiga tushar. Bir nima degan gap? 2 million odam o'lib ketdi. Endi mana qarang. Imom xatibi shayx bo'lsa kerak, u padaring la'nati. Mana endi qamoq jazosini oladi endi. Alloh la'natladi o bosh imom xatibni. Qolganichi Suriyada qolgan molla haliga masjid imomlari nima bo'ladi? Mana endi hurmatli vatandoshlar, dunyodagi bo'layotgan gaplar ham juda zarur kerak hozir. Juda zarur. Bularni bilishimiz kerak hurmatli vatandoshlar. Nima uchun? Qarang. Xo'ja Ahmad Yassaviy bobomizga savol bergan. Bizga nima vasiyat qoldirasiz degan. Shogirdlari qarang. Nima vasiyat qoldirasiz? Alloh uchun xizmat qila olmadim degan. Men hali mana shu gapni necha martadan beri chiqish qilganimni ham gapiryapman. Bundan keyin ham to'xtatmay gapiraman. Mana shu Alloh uchun xizmat qila olmadim deyapti. Xo'ja Ahmad Yassaviy bobomiz. Alloh uchun xizmat qila olmadim degan. Vasiyat qoldirgan. Bu vasiyatni nimaga qoldirgan? Nimaga uchun bu vasiyatni gapirgan ekan desa, tahlil qilib qarasam, bu masjidda imomlar nuqul jaloqi jultoq bo'lib chiqib qolyapti. Masjid Allohning dargohi. Masjidda imomi Alloh uchun xizmat qilish kerak. Payg'ambarimizni safdoshda bo'lish kerak. Bular nima qilyapti? Jaloqi jultoq qilib qo'yapti. Butun O'zbekistonning masjidlarini atrofini qarasang, lo'li quti turibdi, tilamchi quti. Bu nima degan gap? Yana vaj qiladi. Allohdan qo'rqish kerak. Allohdan men qo'rqaman. Masjid imomlari qo'rqmaydi. Hamma masjidni ko'ring, hurmatli vatandoshlar, O'zbekiston bo'yicha. Quti turibdi. Lo'li quti turibdi. Allohning uyining atrofida masjid Allohning uyi. Dargoh u. Allohning dargohi. Odamlar boradi. Allohim men bandamni bilib bilmay qilgan gunohini kechirganda boradi odamlar. Uning atrofida nima bo'lib turibdi? Hurmatli vatandoshlar, lo'lini qutisi turibdi. Mana biz sizga gapirmasak, kim gapiradi buni? Ochiqlashimiz kerak buni. Nima degan gap? Yana bir gapni aytaman, hurmatli vatandoshlar, bir qishloq, bir shaharda o'g'ir ko'payib ketdi-da. Bu nima bu o'g'ir ko'payib ketdi, izidan tushsa, o o'g'ri bir molladan duo olgan ekan.
Ezana quvib borsa, mollada o'g'ri molladan duo olgan ekan. Tasavvur qiling. Izidan tushgan o'g'irlik, nimaga bu o'g'irlik paydo bo'ldi? Oldin yo'q edi-ku bu o'g'irlik. Shahar o'zimizniki, ko'cha o'zimizniki, mahalla o'zimizniki. To'g'da bittamiz o'zimizniki. To'yimiz bir bo'lsa, deb gapir muhokama qilib boshlabdi-da o'tirib olib. Qarasa, surishtirib qarasa, haligi o'g'irlarga molla duo qilib bergan ekan. Va haqiqat, hurmatli vatandoshlar, buni gapirmasak bo'lmaydi. Nima uchun gapiryapman, hurmatli vatandoshlar? Korrupsiya O'zbekistonda avjiga chiqib ketdi. Bu sharmandalik holat. Shuning avjiga chiqib ketishining asosiy negizlaridan bittasi masjidlarning atrofidagi, O'zbekistonda masjidlarning atrofidagi lo'li quti deb bilaman. Endi, edi, mana pul yetmaydi. Pul yetmaydi emas, pul yetadi. Davlat bu narsani e'tiborga olgan holda imomga, uning yordamchisiga, masjidda qarovliga, shu yerda xizmat qilayotganlarga oylik ta'minlab berib qo'yish kerak. Mana oyliging, imom oyliging mana 10 million, $1000. Xo'sh, yordamching 8 million. Va qarovlinga mana 3 ta qarovul bormi? 3 ta qarovul bor. 4 milliondan 12 million. Xizmat qiladigan odamlar bormi? Ha, bor. Mana shuncha qilib pulni ajratib qo'y. Lo'li qutini yo'qot. Bekardan bekarga gapirayotganim yo'q, hurmatli vatandoshlar. Allohdan qo'rqishimiz kerak. Allohning dargohida lo'li quti turishi bu sharmandalik holat. Bu degani korrupsionerlarning ko'payib ketganini qarang. Mana sizga oddiygina misol, o'g'rining ko'payishi shaharda molladan duo olgan ekan. Shunday duoni hozir O'zbekistonda bermayapti. Beryapti. Korrupsioner ko'payib ketdi amatar. Tabaqalanib qoldi O'zbekiston. Hamma tabaqalanib qoldi. Tabaqalanish oqibatidan dushmanga qulay bo'ladi. Yurtning, vatanning dushmaniga, tashqarida turgan kuchlarga, dushmanlarimizga eng qulay fazilat bo'ladi. Eng qulay fazilat. Ana shunday fazilatlardan ruslar Chor imperiyasi bostirib kelganda, Qizil imperiyasi bostirib kelganda zanglatib olib qo'ygan. Chunki deganda xalq bilan davlat yo'q, xalq bilan hukumat o'rtasida katta devor paydo bo'lgan. Hozir O'zbekistonda xuddi ana shu devor paydo bo'ldi. Devor bo'lganda ham shunday devor bo'ldiki, mo'rt devor, mo'rt. Tamam bo'lgan devor, tamam. Lekin mo'rt. Bunday olib qarasangiz. Men shaxsan prezidentga ishonmayman, administratsiyasiga ishonmayman, senatorlarga ishonmayman, parlament deputatlariga ishonmayman, 5 ta siyosiy partiyaga ishonmayman. Shaxsan men o'zimning fikrim. Esi dardi prezident administratsiyasidan tortib to pastga bo'g'ingacha hammasi jarima qo'llashmoqda. Jarimalar otikalasida odamlarni mangitmaydi. Elektr energiya limit, gaz limit, benzin, dizel, yoqilg'i, neft mahsulotlari narxlari otikalasida. Qanday qilib men prezidentga ishonaman? Mirzayevga ishonmayman. Oddiygina misol.
noyabr oyidan beri 25-yil noyabr oyidan beri pensiyani Konstitutsiyon qonunining 46-moddasiga osib ishlab chiqaringlar deb chiqib gapirib kelyapman. Asosli qilib gapiryapman. Asosli holda nafaqat pensiyani, shuning ichiga ijtimoiy muhtojga ega bo'lgan oilalar bor. Bular ham shu muhtoj oilalarga shundan pul berilishi kerak. Pensionerlarga qancha deyilgan bo'lsa, shu 46-moddasida ko'rsatib qo'yilibdi. Ijtimoiy muhtoj oilalar, ya'ni beva qolgan ayollar bor, farzandlari bor ular. O kelajagimiz, o vatanimizning ravnaqi ular. Nogironlar bor. Ulardiki ko'proq bo'lish kerak ozgina. Ozgina emas, ko'p ham bo'lish kerak. Suyunchi pulini to'g'ri holda berish kerak. Suyunchi pulini tug'ilgan bolaga. Bu nima degan gap? Tuxum tug'ayotgan ekan tovuqni bermaslik, bu ahmoqgarchilik, qip-qizil ahmoqgarchilik. Mana senatorlarimiz, mana deputatlarimiz, mana prezidentning atrofidagi o'tirgan sarlanib olgan odamlar. Yo'q, bir sog'lom fikrli odam yo'q prezident atrofida. Na senatda bor, na parlamentda bor, na 5 ta siyosiy partiyada. Nimaga suyunchi bermayapti desam, mashiningiz bor ekan. Yo'q. Yana birov aytadi, uyingda oltita bitta tovuqing bor ekan, kuniga bittadan tuxum beryapti-ku deymish. Suyunchi pul bergan. Chaqaloq tug'ildi deb murojaat qilsa, uyingda tovuqing bor ekan-ku, bitta tuxum beryapti-ku, jetadi deymish. Bunday holatda bo'ladigan bundan keyin misol uchun Akmal Norqobilovga o'xshagan odam prezidentga ishonadimi? Shavkat Miromonovga ishonadimi? Uning olib borayotgan siyosatiga ishonadimi? Men ishonmayman. 4-dekabr 16-yil Mirziyoyevga borib shaxsan o'zim ovoz berib keldim. Allohdan so'rayapman kecha-yu kunduz, Parvardigorim, shu Mirziyoyev Shavkat Miromonovga ovoz berganim uchun meni kechirgin, tavba qildim, astag'firulloh al-azim va atubu ilayh deyapman. Jetib borsin. Biz ham insonmiz. Shu qatori, men qatori 40 million O'zbekiston xalqi ham inson. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ham insonmi? Men ham insonman. Men kabi 40 million xalq ham inson O'zbekistonda yashayotgan. Bitta Mirziyoyev emas, uning oilasi emas, uning quda-qudavandasi emas. Siyosatni to'g'ri borish kerak. Qonun ustuvorligi, odil sudlovlar amalga oshirilishi kerak. Jetadi, bas qilish kerak. Nimaga uchun Suriya misolida keltiryapman? Mana Suriyani terrorizm davlatida ro'yxatidan o'chirdi. Xalq erishdi. Alloh madadkor bo'ldi. Mana xalqda birligi, jipslashiga u Allohning madadkori bo'ladi. Madadkor bo'ladi. Bejizga gapirayotganim yo'q. Muxolifat kayfiyatiga o'tmasak, ahvol yaxshi emas O'zbekistonda. Qabaqaga bo'linib ketdi hamma taraf. Hurmatli vatandoshlar, Allohim yurtimizda, vatanimizda, kelajagimizda shaytonning erkak urg'ochisidan Alloh o'zi asrasin, o'zi madadkor bo'lsin yurtimizda tinchligi uchun, kelajagi uchun.
muxolifat kayfiyatiga o'taylik. Sentyabr oyida parlamentda saylovni o'tkazishni talab qilishimiz kerak. Bu parlament senatlar tugatish kerak. Tarqatib yuborish kerak. Hurmatli vatandoshlar, vatanimiz tinch bo'lsin. Har qanday ig'voga uchib ketmaslik kerak. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.